Captiva avtomobilimizga 4-paketlana qilib propan gaz ballonni o'rnatib berdik. Oldi jihozlari azizlar Italiyani Rail farsunkasi, ya'ni 2 o'mlik tezkor farsunkalarimiz, hid chiqarmaslik uchun fargmentlangan original xomitlari bilan va bir metalik original filtrlari bilan o'rnatib berdik. Reduktoriga keladigan bo'lsak, italyanskiy AT 09 Nordic reduktorimiz sifati juda ham idealni bo'lgan reduktorlarimizdan hammasi original sifatli jihozlar bilan o'rnatib berdik. Propan gaz ballonni zapaska qismiga 61 litrligini chiroyli qilib o'rnatib berdik azizlar. Mana qanaqa mustahkam qilib o'rnatib berdik. Tanlovda adashmanglar azizlar. Kimga shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qandaydir qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, past raqamda qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'ling, bizni kuzatib boring. Yevropa Gaz doim siz bilan. Sifat birinchi o'rinda, eng arzon va sifatli jihozlar bizda. Bu jenteramizga propanini yechib, metan gazni o'rnatib berdik 90 talik bilan, original X reduktori bilan o'rnatib berdik. Hammasini chiroyli qilib, original chanalar bilan o'rnatib berdik. Ballonda Vicor, ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqariladigan Vicor 90 litrlik metan gaz ballonni mana o'rnatib berdik. Hammasi idealni QR kodlari bilan o'rnatib berdik. Kranlarini eng yaxshi sifatga ega kranlar bilan o'rnatib berdik mana. Bu yoqda Cobalt avtomobilimizga 3-paketlini avtomat Cobalt edi. 3-paketlini o'rnatishgan ekan. Hozir yurishlarda ozgina muammo bo'lib, mashina tortmay qolgan ekan. O'shanga 4-paketlini qilib o'rnatib beryapmiz. Bu yoqda Spark avtomobilimizga avtomat korobka 3-paketlinasini o'rnatib beryapmiz. Original reduktori, emulyator bilan o'rnatib beryapmiz. Emulyatori mana ichkarida, chunki mashinani yaxshi ishlashiga xizmat qiladi emulyator. Mana 65 litrlik bagaj qismiga chiroyli qilib o'rnatib berdik. Bu yoqda Lacetti avtomobilimizga 90 litrlik metan gaz ballonni o'rnatib beryapmiz. Mana ballonni Vicor brendi ostida ishlab chiqariladigan bu ballonimiz QR kodlari bilan Farg'onadan ishlab chiqariladi. Sifati eng yaxshi metan gaz ballonlarimizdan. Azizlar mana Vicor. Kranni eng yaxshi sifatga ega kranlardan o'rnatib beryapmiz. Azizlar, kranlardan farqi bor. Chanasini mustahkamligi eng yaxshi sifatga ega chanalar bilan o'rnatib berilyapti. Bu Lacetti Buru 8 avtomat Buru 8 motori Lacetti avtomobili. Mana original 3-paketlanasini o'rnatib beryapti. Buni narxini boyagi Captiva'ning narxi 4200 ga 61 litrlik zapaskani o'rniga o'rnatib bergandik. Bu Lacetti'ga hozir 3-paketlanasini 90 litrlik metan gaz ballonni. Buni ham 3 200 so'mga o'rnatib berilyapti. Boyagi 4 so'mga Captiva'ga 61 litrlik propan gaz ballon o'rnatilgan edi. Azizlar, tanlovda adashmang, eng yaxshi sifatga ega komplekt jihozlar bilan Yevropa Gaz sizlar bilan. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Yevropa Gaz doim sizlar bilan. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston shahri. Mana katta yo'lda kelishda bitta qayrilib olasiz, Toshkentdan kelishda. Shu ko'prikchadan to'g'ri kirib kelasiz.